Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, qadrdonlar. Uylanish nima deydi, hali uylanish bo'sag'asida turgan deylik, ashunaqa. Lekin u kuyov bolamiz hali mana buzilib ulgurgan yo'q. Sveji, no уже mana bu dali safidan badaraq boryapti, xudo xolasa. Ukam, kayfiyatlar qalay? Eng zo'r yoshdasiz hozir. 2003-yil, 2003larda bugun kuydiramiz aka. Jigarim, bugun siz xizmatdasiz, xudo xolasa, birga do'stimizga yondiradigan tilakdan bo'lsin bitta. Do'stim iloyim baxtli bo'lsin. Keyingi yil xudo xohlasa beshik to'ylarida uchrashaylik. Hozir hamma svidetiller nima kalaskani bo'yniga olyapti birinchi o'g'il bo'lsa. Rostmi shu? Xudo xohlasa olib beramiz. Ana, jiga bo'yniga qo'yib qo'ydim. Aka, mana nima parpifam bugun guvohsiz, kalaskaga tushdi bola, to'g'rimi? Zo'riga. Mayli, hali To'yga aytmasa hozir vaqtimiz deydi. Ya, raddomda xudo xolasa o'zimiz xizmat qilamiz. Xudo xolasa o'g'ilmi, qizmi, farzandli bo'lganda ham hali eng mustahkam baxt egasi bo'ling. Kelin bilan qanaqa tanishgansiz? Kelin bilan bir ko'rishda muhabbat. Iloyim, hammaga ham shunaqa muhabbat nasib qilsin. Hamma ham o'zini bitta bo'lagini topishlik nasib qilsin. Iloyim, xudo xolasa shu bo'lagini topganda biz borib birga xizmat qilaylik, xudo xolasa. Kuzatib boringlar, ammo like patishgani ayamayapsizlar, ko'ryapman, hammani mehrini his qilib turibman. Xudo xolasa mana shu ukamiz ham mana Instagramdan topib, aka havas qilgandim degandim. O'sha kun keldi mana. O'zi ham bilmay qoldi. Ulgumay ham qoldi-da, to'g'rimi? Ko'p ishlarga ulgumay qoldim deyapsiz-ku. Lekin xudo xolasa hayotda ko'p narsaga ulging iloyim. Aka. Kuzatib borasizlar, mana shunaqa qilib chiroyli to'ylardan o'tkazib boryapsiz. Sizga ham boramiz, ammo xushyor turing. Hammasi bu qushchoqcha azartda, hammasi o'rtoqlar. Sabab nima? Sabab nima bunaqa hozir? Bitta avaz bergan sindoshimiz bor. Hammaga motivatsiya berib, hammaga emotsiya beradi. Qondiradi. Ya, uni misol har kuni ham to'y bo'layotgan yo'q-da, bu hozir bir yil. O'tgan mana 2003larda mana bitta uylandik sindoshlardan. Keyin mana bitta, sog'inib qolishgan. Shunda haqiqatda bolalar ertalab kelsam o'yin kulgi dahshatda va cho'tkida aytib bunaqa pozitivniy nima energetikani anchadan beri ko'rganim yo'qda o'zim. Hechga ancha tashlab berishadi. Xudo xolasa. Jahongir Oltajonov tushib sindoshlardan ko'rasiz. Voy, gap yo'q aka. Kuzatib boringlar, bunaqa to'ylar har doim ham bo'lavermaydi. Quva o'zi har doim ham bir ilg'or nima bo'lgan, lekin bugun yana ham qanaqa pozitivniy to'y bo'lyapti. O'shanga hozir hayratlanib so'radim, o'rtoqlar, har doim shunaqami desam, bu to'yni sog'inib qolishgan. Bir yilda bitta bo'lyapti to'yimiz deyishganiga. Kuzatib boring, uddar to'ylardan bittasi quvada.